chaqqon kelinlarim, shu yerdamisizlar? Bir obunachim aytganlaridek, faqat qaynonani ko'ylini ovurmasdan, bu safar o'z ota-onangiz uchun shu shiringina pishirimni qilib bering. Oralarida ham bezi, ham kremlari ko'rinib turadigan yumshoqqina afganskiy retsepti bilan bo'lishaman. Margarinni un bilan krujka qilib olib, keyin tuxum sarig'i, qaymoq, tuz va razriqli til qo'shib yumshoqqina xamir qilib olamiz. Xamirimizni 3 bo'lakka bo'lib, birinchisini 180 gradusga pishirishga solib qo'ysak ham bo'ladi. Xamirimiz pishguncha biza uchun tuxum oqini shakar bilan mikser qilib olamiz. Ikkinchi xamirimizni yoyib olib, ustiga bizani yarmini, yong'oqni yarmini solib 150-160 gradusda yarim soat pishirib olamiz va uchinchi korjni ham xuddi shunaqa biza yong'oqlar bilan pishirib olamiz. Kremi uchun sariyog bilan sgushyonkani yaxshilab mikser qilib olamiz va videoda ko'rib turganingizdek pishirig'imizni yig'ib olamiz. Ustini xohishingizga ko'ra bezatsiyalar bo'ladi. Men esa bitta obunachi maslahat berganidek shokoladni salofanga solib eritib olib, ustidan quyib oldim. Bu pishirig'imizni kimdir mishutka, kimdir esa kapriz deb aytar ekan. Men esa kichkinaligimdan afganskiy deb aytaman. Sizlarchi, sizlar nima deb aytasizlar? Ota-onangizga shunday pishiriq qilib berarmidinglar? Yesangiz og'zingizda eriydigan afganskiy bo'ldi. Bu videoni saqlanch qilib, обязательно tayyorlab ko'ring. Profilimga obuna bo'lib qo'ying, qiziqarli videolar bilan bo'lishaman.